Barakalloh. Barakalloh, barakalloh. Endi Peshvoy aka navbat sizga kelib qolyapti. Söz beradigan odamlaringiz bo'lsa hozir so'z berib oling. Men to'xtamaydigan odatim bor. Shunaqa artistlar keyin xafa bo'ladi. Bu to'xtamadi, 20 ta aytdi, 30 ta aytdi deb yuragimiz siqadiki. Ilgaridan shunaqa kasalim bor. Shuning uchun hozir siz so'z beradiganlarga so'z berib oling. Men topgan gul keltirar, topmagan bir bog' piyoz deydi xalqimiz. Maydada ana shunday chiroyli anjumanda bugun kimdir dilrabo qo'shiqlari bilan, kimdir chiroyli savob ishlar. Bugun ham Allohning ana shunday osmondan tushgan chiroyli nikohlari ijobat bo'layotgan daqiqalar. Ana shunday chillali xonadonda Allohdan tilardikki, ana shu muqaddas oila Maftunaxon, Murodjon, Kirimkiyalari muqaddas oilasi ham inshaalloh e'tiqodli, iymonli, ibodatli oila bo'lsin deb Allohdan tilardik. Zero yaratgan egam bandalarni odomato mamohamini yaratganda, farishtalarga xizmatini qilmoqni amr etganda, nima uchun 18 ming olami ichida aziz va mukarram qilib, yer yuzini egasi qilib, o'zingni xalifang qilib insonni, odamni yaratding Alloh deganda, Alloh bergan umrda savob ishlar qilmoq uchun yaratdim. O'tgan boboy momolarning ruhini shod qilmoq uchun yaratdim. O'zidan keyin e'tiqodli iymoni farzandi shogirdlar qoldirmoq uchun, zaminiga, xalqiga bir e'tiqod iymon bilan xizmat qilib savob ishlar qoldirmoq uchun, bir so'z bilan aytganda Alloh bandani men 18 ming olam ichida aziz qilib ibodat uchun yaratdim degan ekan. Ibodat nima o'zi desa, endi mo'min bandalarimga namoz o'qishlarini, ro'za tutishlarini, haj safarlari farz qildim-ku. İbadatda mazmuni ma'nosi katta. Hubbil vatan min al iman deydi hadisda. Vatanini sevmoq, xalqiga xizmat qilmoq ham ibodat. Otay onani duosini olib xizmat qilib rozi qilmoq ham ibodat. Kimki bir ko'ngli buzuqning deydi Hazrat Navoiy. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylasay, oncha bilkim Ka'ba bayram bo'lsa obod aylagay. Bir odamni ko'nglini ko'tarib ruhini shod qilmoq, Allohning uyi Ka'batullohning devorlarini ta'mirlashdik, ana shunday bir savob ish deydi. Niyatimiz chillali xonadonda mana shu o'zbegimi bugun muqaddas oilasi bunyod bo'lyapti. Iloho shu oila ham ana shunday duo oladigan, e'tiqodli, iymonli, ibodatli oila bo'lsin deb Allohdan tilardik. Ibodat nima deganda hadis shariflardan yig'ib turib aytgan ekan, kim yaratganga itoat ham ibodatdir. Haqiqiy bandalik bilan sadoqat ham ibodatdir. Otang bilan onang qalbi o'tar Ka'ba tavofidan, alar ko'nglingni shod etsang, bu xizmat ham ibodatdir. Umrni etmayin isrof, o'zing ro'za, vujuding sof. Agar pok holda uxlarsan, bu rohat ham ibodatdir. Butun borliq nabotat ham yaratganga etar tasbih. Bobo dehqon ekib yursa, ziroat ham ibodatdir. Ibodatdir. Biror zolim jafokorga desang haq so'z, va nodonga sukut qilsang, sukunat ham ibodatdir. Agar justi halol bilan ko'ngil xushlik qilar bo'lsang, falak shohid, malak hozir, bu suhbat ham ibodatdir. Tamal iymoni ixlosdir. Bu qullik bandaga xosdir. Xudo deb qilganing har ish va niyat ham ibodatdir. Xabar oldingmi bemordan, musofir do'st qarindoshdan, birovni yo'qlasang dildan, ziyorat ham ibodatdir. Mudom Allohni zikr etsang, halol boriga shukr qilsang, qiyomat kunini fikr qilsang,
tijorat ham ibodatdir. Bu islomdir. Butun umring ibodat holiga kelgay va ogohlik bilan o'tgan shu fursat ham ibodatdir. Ibodatdir. Tiriklikni etolsang ma'rifat bog'i, mashaqqatli ilm san'at qiroat ham ibodatdir. Sebab Mirzo faqat do'stlik ila dillarni obod et. Agar Alloh uchun sevsang, muhabbat ham ibodatdir degan ekan hadisda. Keling, mana shunday ibodatli oila bo'lsin deb men birinchi tabrik navbatini ana shu 2 marta Allohning uyini ziyorat qilishga Ka'batulloh Hallohlarini Alloh nasib etgan bu yerda bizni necha yillar xalqimizga, zaminimizga e'tiqod iymon bilan xizmat qilgan, ko'p rahbarlik tumanlarda ishlagan ana shu bizni kenja akamiz o'tiblar, o'rtoq Ortiqov va iltimoslarda mana shu hoji bobomizni birinchi tabriklarni inshaalloh niyatlarini eshitsak, keyin davramizni davom ettirsak. Kenja aka qadamlariga hasanat, ikki og'iz niyatli tilaklarni ana shunday tumanlarimizda necha yillar rahbar bo'lib, ana shu zaminimizni, xalqimizni tinchligini, osoyishtaligi, barakotini kuylagan Kenja akami davraga taklif qilib, ikki og'iz niyatli tilaklarda Kenja aka marhamat. Sizdan eshitsak, keyin davramizni davom ettiramiz. Kenja aka Ortiqov marhamat aziz ustoz, marhamat aziz hoji bobo. Chiroyli niyatlaringizga inshaalloh farishtalar amin desin. Ana shu qilgan ibodatlaringizni, yo'llaringizni farzandlarga ham, Alloh nabiralarga ham, bizga ham nasib etib, sizga o'xshab hoji ota, sizga o'xshab nabira abira, sizga o'xshab elni oqsoqoli otaxoni ana shunday insonlar bo'lsin deb so'zni sizga baxshida qiling. Marhamat Kenja aka, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugün bir Hazarask elinde bir acayip gün. Eyle yurtta hizmet etken, halal mehnat etken Ahmetcan Hacı atamızlı xonadonda bir yaxshi gün münasebeti bilan yig'ilishib o'tiribmiz ekan. Ahmetcan aka, sizni Hacı anamni, farzandlaringiz, qarindosh do'g'on, mana shu yerda o'tirgan hammasi sizni eng yaqin insonlaringiz. Shu sizni yaxshi kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mana shu yoshlar Allah Teala özü bir kollab kuvvetlab hemme arzu havas kıladan bir aile kursunlar. Ömrünün ahirine birbirine meyil müebbetli olsunlar. Böyle keyinci yıllar şu koşasınlar. Bu da tamam 5 get gelenden bize tebriklep oturuş nasip edeversin. Bana karan yurtumuzda tinçlik, asayiştalık. Şimdi tinçlik umağında kimli köyüne sigara, toy öteceğiz iş başkası. Bana kadrına yetişimiz gerek, bana şükranasına yetişimiz gerek. Hakikaten yurtbaşımızın ömrü uzak olsun. Bizge şunca imkaniyetlerini yaratıp verip koydular. Tinçlik asayişli hakkımızın neticesinde 25 yılda şunçalı özgürlükler oldu. Bu devirde bir iççi pelenkeste maşin bağırdı, sanap çıkadı oynadı. Hazır maşinsiz kanadanlı varmakla sanıyordum. Şu dereceye yetti. Gelin. Bana kadrını yeterli. Bana düğün toyumuza en sevinçli hafızımız Özbekistan halk artisti yani şireleşen coğrayıp gelip oturttular. Avazınıza avaz, icadınıza icat. Yani karazımlıklar özür bilesiz. Senet sever oladınız. Sözünü ister. Kalan hemmesi gelip oturupmuz gelin. Ahmet dilimesine. Hemşe ömrünüz uzak olsun. Halkını hizmetinde eriş nasip etsin. Ben teşekkür özünüze hemme havas kıladı sizden. Gelin şimdi güllerimiz çok bola versin. Şimdi yakşı güne hememizi getireversin. Hememizi hizmetimize geliş size nasip etsin. Güç kuvvet, sağlık, selametlik dilerim. Qo'llaringlar bo'sh bo'lsa bir chiroyli olqishlab qo'yaylik. Hoji aka, Kenja hoji aka, ilohim izlardan oshib elni baxtiga, xalqlar baxtiga, farzandlar baxtiga sog' salomat bo'ling. Xudo xolasa 100 yoshliklarda ham kelib xizmat qilaylik deb navbatda bugun o'zbegim qo'yishlar. Alohida bo'lsin. To'ylar muborak. To'ylar muborak ey yoru jonim. To'yona bo'lsin tambirla jonim. Murodjon o'g'limizni bugun tanijoni qalbo'yi maftuna oy kelin poshsha qizimizga to'yona. Maftuna oyning sumbul sochlari, qaro ko'zlari, qaddi qomati butun borliqlari o'g'limiz Murodjon kuyov to'raga to'yona ekan Allohdan tilardik. Inshaalloh Parvardigori olam jumla imomin farzandi qatori biz ana shu o'g'il qizimizni
Murodjon maftunaxonlari inshaalloh yulduzi israsini ham shirin zabonu butun borliqlari ham bir-biriga issiq mehrli qilib, Xudo xolasa keling yo farzandlar ota-ona heshaqaba el yurtimizni duosini olib qo'shgani bilan qo'sha qarib, qo'sha o'g'il qizlarga bosh bo'lib, o'g'il bo'lib piri badoblar bo'lsin. Inshaalloh shu farzandlari kamolini, baxtini rohat farog'idan ko'rmoqni barchamizga Alloh nasib ro'za aylagan bo'lsin. Yana bir karra siz aziz mehmoni mezbonlar, bulbul nafas hofizi xonandai sozandalar, dasturxonimizga non tuzlar qo'yib ijozatgan azizlar, barcha davra ahli nomidan Murodjon o'g'lim, Maftuna oy qizim sizni o'zbegim yana bir muqaddas oilasi bilan, pok oilasi bilan ajoyib anjuman vaqt misol oqshomi bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Iloho bir umr hayollaringiz osmon singari keng bo'lsin deb Allohdan tilardik. Iloho bir umr lablaringizdan tabassum, qalblaringizdan quvonch arimasin deb yaxshi niyat qilardik. Yaxshi niyat yarim davlat deydi o'zbek xalqimiz. Xudo xolasa nasib etsa, sizni ham oltin to'ylaringizda, kumush olmos to'ylaringizda xish aqrabolar, farzandlar, Xudoylar, yor birodarlar qamishdan bel boylab xizmat qilaylik. Ota bobolar azaldan qo'l ochib duo qilganlaridek Murodjon Maftuna oylar ham qo'sha o'g'il qizlarga bosh bo'lib, o'g'il bo'lib qo'sha qarsin deb Allohdan tilab, chiroyli anjumanimizni, to'y oqshomimizni azizlar ochiq deb e'lon qilishga ijozat bergaysizlar. Dasturxondagi non, tuz, noz, ne'mat barcha bolalar uchun yana bir karra bosib kelgan qadamlarga Allohim ajr azimdan berib, murodlaringiz hosil bo'lsin deya